Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Bolik Fefe kanali bo'ladi. Bugun videomiz bloshkasini ko'rib turganlaringdek, bugun biz arzonga donat qilishni o'rganamiz. Videoni boshlashimizdan oldin like va buni bosish esdan chiqmasin. Yo, jigarlarim, sizlar bilan har doimgidek Bolik Fefe kanali bo'ladi. Bugun videomizni profildan yoki bloshkasidan ko'rib turganlaringdek, bugun biz adminlardan sotib oladigan almazlaringni qanday qilib 9000 so'mga olishni o'rgataman. Buning uchun bizga Shopify ilovasi kerak bo'ladi. Shopify ilovasini Play Marketdan ham, Googledan ham torta olmaysizlar. Shuning uchun qarchi bu Shopify ilovasini ichiga Shopify nomer kerak bo'ladi. Bu Shopify nomerda mendan 50000 so'mga Telegramda yozsalaring, 50000 so'mga qilib beraman. Va buni ichidan donat qilishdan hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda oplata degan gap o'tamiz. Igri Free Fire tanlaymiz. Va mana o'zi chiqarib beryapti. Открыть bosamiz. O'zi Garenani короче shaxsiy anosiga olib kirib ketadi. Biroz kutib turamiz kirguncha. Va mana do'stlar, bizni anons kelib qoldi. Va bu yerga xohlagan o'zlaringni IDlaringni yozsizlar. Hozir kelmayman. Va mana men IDimni topib oldim. Loginni bosamiz keyin. Keyin qancha emas, masalan 100 emas. Keyin mana Visa yoki ana shuni bosamiz, pulni bosamiz. Keyin yoki promo kodi yoki telefon raqami. Shu nomerlaringizni yozasizlar. Meni sotib olgan Shopify nomerlaringizni yozasizlar. Va mana Go bir baland ko'rsatib keladi. Keyin mana Koshlek Shopify, Kashalok Shopify degani. Va yana shu yerga nomerlarni yozasizlar. Va bu yerda mana Prodalish yetdi bosasizlar. Keyin o'zi Shopify ilovasiga olib kirib ketadi va ruxsat to'lashni bosasizlar. To'lashni bosganlaringdan keyin sizlarga ruxsat beradi. Qarchi almas tushadi. Agar yo'q, men uni qilolmayman, menga arzonga almas kerak desalaring, Telegramda yozsalaring, arzonga almas qilib beraman. Shu bilan bizning videomiz tugadi.